Ayolingizning ko'p gapirishiga ko'nglini og'ritmasdan to'siq bo'ling. Yaratilishlariga ko'ra ayollar erkaklardan ko'ra ko'proq gapiradilar. Hatto qizchalarning o'zi bilan tengdosh o'g'il boladan ko'ra ko'proq va chiroyliroq gapirishini siz ham sezgandirsiz. Maktab o'quvchilari ichida olib borilgan ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, til borasida qizlar o'g'il bolalardan ustun. Tengdosh o'g'il bolalarga qaraganda esa yanada muvaffaqiyatli ekanliklarini ko'rsatadi. Boshqa bir tadqiqot xulosasiga ko'ra esa, ayolning telefondagi suhbatiga ketgan vaqtlari erkaklarning telefon suhbatiga ajratgan vaqtlaridan anchagina ko'p ekan. Erkaklarning o'zaro suhbati o'rtacha 6 daqiqadan o'tmas ekan. Ayollarning bunga ajratgan vaqtlari esa juda ko'p. Chunki ayollar kerakli mavzular borasida yana ham ko'p gaplashishni istaydilar. Hatto ham suhbat tugatishini istasa ham. Ayolning savollari tugamay uni suhbatni davom etishga majbur qiladi. Erkaklar ayollarning bu xususiyatlarini bilmaganliklari uchun bu holdan qattiq siqiladilar. Bir erkak xotini bilan suhbatdan zerikkanini sezdirib qo'ysa, bu xotinning u bilan suhbatlashishdan tortinish holatini keltirib chiqaradi. Oxirida esa ayol eng katta orzularidan biri eri bilan suhbatlashishni jilovlashga majbur bo'ladi. Bunaqada bu ayol boshqa kim bilan suhbatlashsinki? Erkak ayoliga nisbatan o'ta sabrli bo'lib, uning gap so'zlariga va ba'zan behuda valdirashlarini ham tabiiy qabul qilish kerak. U bilan bo'lgan munosabatlarida yumshoq va nozik bo'lishga urinishi, ayolning fe'lini va suhbatga ehtiyoji borligini nazaridan qochirmasligi kerak. Bu yerda Abu Zar roziyallohu anhuning hadisini keltirishning o'rni deb bildik. Hazrati Oyisha roziyallohu anha hikoya qiladilar. 11 xotin yig'ilib olib, erlari haqida gaplashib, oralarida hech narsani yashirmaslikka so'z berib kelishib oldilar. Buxoriy Nikoh 82, Muslim Fidaulu Sahabiy 92. Hadis anchagina uzun. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Oyisha roziyallohu anha onamizning uzun hikoyalarini oxirigacha eshitdilar. Hikoya tugagach, u zot sallallohu alayhi va sallam Oyisha roziyallohu anhoning ko'nglini olish uchun men senga Abu Zar Ummu Zarga nisbati kabiman. Farqimiz shuki, Abu Zar Ummu Zar bilan ajrashgan, ammo biz birga yashaymiz dedilar. Buxoriy Nikoh 82, Muslim Fidaulus Sahabiy 92. Bundan oladigan darsimiz, Oyisha roziyallohu anha uzun hikoyani aytib berar ekanlar. Hazratimiz sallallohu alayhi va sallam hech bir o'rindan hikoyani bo'lmaganliklari hamda oxirigacha sabr bilan tinglaganliklaridadir. Yuqorida aytilgandek, uzun hikoyalar erkakning joniga tekkan bo'lishi mumkin. Ayoli shunday uzun bir voqeani boshlaganini sezsa, o'rnidan turib ketishi mumkin. Ayol buni albatta sezadi va u ham keyin uzun hikoyani aytib berishiga harakat qilmaydi ham. Ayollar uchun gapirishlik xuddi yeyish-ichish kabi tabiiy ehtiyojdir. Fikr almashishni ko'p ham yoqtirmaydilar. Masalan, siyosat, iqtisodga aloqali suhbatlarga ko'pincha qiziqmaydilar. Ular ko'proq odamlar va narsalar haqida suhbatlashishni istaydilar. Palonchi kishi, pistonchi ayol, liboslar, oshxona anjomlari kabi mavzularda.